dam solsangiz bo'ladimi hozir? Yo, men hozir soat 7da efirim bor, 1 soatdan keyin men tomog'im ko'tarmaydi ko'p o'qisam. Hozir 50 minutdan keyin boshlaymiz. Bo'ldi, hozir o'sha 50 minutdan keyin biz ham qo'shilsak bo'ladimi yo iloji yo'qmi? Yo, o'psha eshitaverasizlar. Hammasi eshitaveradi. U obязательно qo'shish shart emas. Hamma butun dunyo eshitaveradi. Suv qo'yib qo'yasizlar, boshiga qo'yasizlar. Uxlatadigan dori berib turib, ukolmi bo'ladi-yu, uxlatib qo'ygandan keyin nima yaxshi dam olib qoladi. Efir ham eshitadi ekan, lekin efir iloji naushnikda eshitsin. Foydasi yaxshiroq bo'ladi. Uxlatadigan dori Koreyada muammoda, uxlatadigan dori. Men bilmadim uni. Sizlar o'zlar bir kelishib qilib olsanglar, agar bo'lsa, yo'q bo'lsa endi boshqa iloji yo'q. Hozir bu bola bitta yaxshi o'qimaydi u bola. Qora aka, bu bola sehr bor deysizmi? Jinnilik sehri bor, keyin bir narsa ilashtirib olgan o'sha yerda. Kuchayib, ikkosi teng kuchayib ketgan. Bir-biriga urilib ketgan. Bir gaplashib ko'rmaysizmi bu bilan? Yo'q, bu o'g'lon jinni paka gapirmaydi-da. Nimalardir gapiryapti hozir kelayotganda. Aka, bu bola hozir bola o'zida emasda, o'sha miyasi charchab qolgan bu bolani. Abi oyat kursi o'qib ko'raychi, meni yaqinroq kelib ko'ringchi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Birodar, men eshitdingda? O'z ushashingiz kerak. Kuchli bo'lishingiz kerak. Bola, yo, hozir tushunyapsiz, asal tushunyapti. O'z ushashingiz kerak. Eshitdingizmi? Agar yaxshi bo'lishni xohlasangiz, o'z ushang, mahkam bo'ling, yaxshi bo'lishga ishoning. Tushundingizmi? Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men variant berdim. Shunaqa qilinglar. Hozir xudo xolasa 45 minutdan keyin efir boshlanadi. Shu efirni ko'rsin, keyin ko'ramiz nima bo'lishini. Bo'ldi, Qora aka, rahmat. Shunaqa qiling. Top mayli. Xo'p, rahmat Qora aka, sog' bo'ling. Yaxshi bo'ling. Mana Qora aka fikrlarini bildirdi. Endi bizga hozir bitta qayerdandir bir Qora aka kelyapti yana hozir. Keldilarmi? Hani ular ham o'qisinlarchi? Xo'sh, hozir ekan. O'chib qolar ekandagi telefonimiz. Hozir aka, O, 3 foiz qolibdi. Zaratga qani kelgan. Hozir bu bolaga sheyx kelib o'qisa, dori bersangmi, sheyx? Dori bersa, keyin o'qisangiz uxlab qolsa, mana shu yerda qolaveradi. Dori topib ha, qaranglar, boshqa nimasi ko'proq odam kirsin menga. Zaryati. Yaxshi, uni aka. Chunki nima qani? Bu Umar aka aytgandek, nima bo'ldi-ki, bu charchadi. Qorni ochgan, charchagan. Iloji bo'lsa bunga muzdek dush qildirib turib, sheyx o'qisa, dori topib turib, shunday uxlatsa, bola ancha miyalar charchagan bu bola. Chunki bo'ldi, tushunarli. Sizni gapingiz to'g'ri. Prosta mana domla kelsin, o'qisin, ko'raylik, boshqasi kirsin. Domla kelib bo'ldi hozir, o'tirib o'qiladi. Jo'natdi hozir aka. Bo'ldi, o'qisalar, ana qilsin. Sizga qo'shiladigan odam qanaqa qo'shish kerak? Masalan, ayting, men qaysi nima qo'shilmoqchi bo'lgan kim? Sardor o'g'lim 95. Yozib qo'ying. Apros tashladingizmi? Tashladim.
Yo'q-ku menda Sardor G'ulomov. Yo'q, G'ulomov Sardormi? G'ulomov Sardor. Yozib oling bu narsa yozib oling. Zaпрос tashlamadingiz aka menga. Tashladim. Sardor. Chiqib tashlang. Ha, boshqatdan tashlayman bo'lsam. Deb yozib. Zaпрос tashlamadingiz aka menga. Tashladi. Ulandim aka. Ano 3% chiqib ketaversin, zaryadi 3% qolgan odam. Chiqaringlar. Zaryadga bormas. Men bitta endi hozir. Ne? Kim chopdi? Nima? Hozir chopib kelyapman telefondan akam telefonim. Kim chopib kelyapti? Uzoqroqdan ko'rsating bizga, uzoqroqdan. Endi